Mashhur qo'shiqchi Bob Marley teri saratonining bir turi melanoma sababli vafot etgan. Melanoma dunyo bo'yicha eng xavfli saraton turlaridan biri hisoblanadi. Bu o'sma tashqaridan oddiy hol ko'rinishiga o'xshash bo'lsa-da, o'sma bir necha oy ichida boshqa organlarga metastazlar berib, vaqtida davolanmasa o'lim holatiga olib kelishi mumkin. Shu sababdan 20 yoshdan oshgan har bir inson teri holatini baholovchi dastlabki tekshiruvlardan o'tishi kerak. Aynan yoshligida quyoshda ko'p yurganlar yoki solyariy kabi sun'iy ultrabinafsha nurlanish vositalaridan foydalanganlar uchun bu juda muhim. Ushbu xavf omillari melanomalar kabi o'ta xavfli va bundan tashqari yana boshqa ko'plab teri saratoni turlarining rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Agar sizda yangi hollar paydo bo'lsa, siz buni melanoma yoki melanoma emasligini bilish uchun albatta shifokorga murojaat qilishingiz darkor. Teri tekshiruvlari davomida dermatologlar quyidagilarga e'tibor beradi. Asimetrik hollar, ya'ni ikki tomoni bir xil bo'lmagan, notekis chegaralar, holning atrofi aniq yoki so'lim emas, chiziqlari notekis bo'ladi. Bir nechta rangdan iborat hollar, masalan, holning bir qismi jigarrang bo'lsa, boshqa qismi qora yoki qizg'ish tuslar aralashmasidan iborat bo'ladi. Holning 6 mm dan katta bo'lishi bu taxminan qalam rezinkasi kattaligiga teng. Odatda normal hol 6 mm dan katta bo'lmasligi kerak. Holning kattalashib borishi, ya'ni 2-3 oy avvalgi holati bilan solishtirilganda, hol oz bo'lsa-da kattalashgan bo'lsa, yaxshi tomoni ko'pgina hollar butun hayot davomida barqaror bo'ladi va teri kasalligiga aylanib ketmaydi. Lekin agar biror holda o'zgarish sezsangiz, masalan, uning shakli, rangi yoki o'lchami o'zgarsa, bu holat dermatologga murojaat qilish uchun jiddiy sabab hisoblanadi. Mutaxassislar teri saratonini erta bosqichda aniqlash va davolash imkoniyatini oshirish uchun muntazam tekshiruvlarni tavsiya etadilar. MED 36 uchun doktor Abidova Zuhra Muratxo'jayeva.